Alma app bazardan bazar app'ni tushirish. Alma app bazarini ichib, izlash qismida bazar degan so'zni izlasak, birinchi bo'lib bizning bazar app ko'rindi. Qarshılash knappasini bosib, qarshılasak bo'ldi. Bu appga tizimlatish orqali uchur yo'llash, yo'llagan uchurlarni tahrirlash, o'zingiz qiziqqan iqtisodiy uchurlarni tanlab mushtari bo'lish, uchurlarga baho berish qatorliq iqtidorlarni ishlata olasiz. Tizimlatish uchun tuvandagidek mashg'ulot qilsak bo'ldi. App'ni qo'zg'atib, yon tizimlikdan tizimlatish knappasini bosamiz. Tizimlatish turini bosgandan keyin ishlatuvchilar kelishimi ko'rindi. Kelishimning mazmunini o'qib, yuqoridagi kelishimga qo'shilma degan turni tanlab, davomlashtirish knappasini bossak, telefon nomeri kirgizgan ko'znak chiqadi. Bu yerga o'zimizning telefon nomerini, davlat nomerini qo'shib kirgizamiz. Turkiyaning davlat nomeri +90, Amerikaning +1 degandek. +90. Ondan telefon nomerimni kirgizaman. Telefon nomerini kirgizib bo'lgandan keyin belgilash kodi elish degan knopkani bossak, telefonimizga 6 xonalik bir nomer qisqa uchur bo'lib keladi. Shu qisqa uchur bo'lib kelgan shu nomerni bu yerga kirgizamiz. Ondan belgilash knopkasini bosgandan keyin tizimlatish uchurlarini kirgizgan ko'znak chiqadi. Bu yerda bizning yo'llagan uchurlarimizda qaysi ism ko'rinishini xohlasak, shu ismni to'ldirsak bo'ldi. Buni uyg'urcha kirgizsanglar bo'ldi va yoki boshqa tilda kirgizsanglar bo'ladi. Anadan keyin bosh surat yo'llash knopkasini bosib, telefonimizning albomidan o'zimiz bosh surat qilmoqchi bo'lgan suratni tanlab muqimlashtirsak bo'ldi. Undan keyin agar do'kon shirkatlarimizning o'rnini boshqalar bu app orqali oson topsin desak, bu yerga adres ko'rsinki o'zimizning turishlik o'rnini, masalan, Safaköy degandek ismini kirgizib, o'zimizning bor yerini bu xaritadan belgilab bersak bo'ldi. Masalan, ko'cha bu o'rinda bo'lsa, mening turishlik do'konim yoki shirkatim. Ashuni uzun besib turgandan keyin tanlash knappasini bosaman. Bu chog'da bu o'rinni tanlab bo'lgan bo'ldi. O'rin tanlanib bo'lgandan keyin tizimlatish knappasini bosib, tizimlatish muvaffaqiyatli bo'ldi degan xatni ko'rgandan keyin tizimlatish tamomlangan bo'ldi. Bu chog'da yon tizimlikni açsak, yon tizimlik boshqacha ko'rindi. Bu yerdagi a'zo uchurlari degan turda bizning hozir tizimlatgan uchurlarimiz ko'rindi. App sahiplariga mushtari bo'lish. Bazar app ishlatuvchilar yaxshi ko'rgan sahifalarni tanlay oladigan, ham o'zi tanlagan sahifalarga yangi uchur yo'llangan chog'da ishlatuvchilarga uchur keladigan shaklda aylandi. Bu iqtidorni ishlatish uchun tuvandagidek mashg'ulot qilsak bo'ldi. App'ning yon tizimligidan mushtari bo'lgan turlar degan turni tanlaymiz. Bu turni tanlagandan keyin mushtari boshqarish ko'znagi ochiladi. Bu ko'znakning ichidan o'zimiz yaxshi ko'rgan turlarni tanlaymiz. O'zimiz yaxshi ko'rgan turlarni tanlab, eng oxirida mana shu saqlash knappasini bosib o'tsak, mushtari uchurlaringiz yo'llandi degan xat ko'ringandan keyin bizning mushtari bo'lgan turlarimiz saqlangan bo'ldi. Hozir saqlagan turlarni bir ko'rib boqaylik. Boya tanlagan sog'lomlik, maliya, iqtisodiy yordam, telefon, kompyuter degandek turlar saqlanibdi. App'ga uchur yo'llash. App'ga tizimlatib a'zo bo'lgandan keyin sizmi yangi uchurlarni yo'llay olasiz. Tuvanda yangi uchur yo'llash mashg'ulotini tanishtiramiz. O'zimiz uchur yo'llamoqchi bo'lgan sahifaga kirib, sahifaning uchur yo'llash knappasini bossak, yangi uchur ko'znagi ochiladi. Buningga avval uchurimizning temasini kirgizamiz. Temani qisqa kirgizib, ondan mazmuni deganga bu ko'p qirliq mazmunni kirgizsak bo'ldi. Men setildi deb kirgizib turay hozircha. Buni kirgizib bo'lgandan keyin aloqa qilish telefon nomeri. Aloqa qilish telefon nomeridan ikkini qoldira olasizlar. Aloqa qilish telefon nomerini kirgizib, ondan keyin resim qo'shish deganni tanlasanglar,
albomunu göründü. Buna da en köp bolgan 8 parça resim tanlay alaysızlar. Men 2 parça tanladım. Resimni tanlap bolgandan keyin orun qo'shishni bosdim. Bunda arxivdagi o'rinni ishlatish yoki ishlatmaslikni tanlash chiqadi. Men yangidan o'rin tanlayman. Bu yerga Zeytinburnu deb kirgizib qo'yay. Zeytinburnu deb kirgizgandan keyin Zeytinburnuning xaritasi chiqdi. Bu yerda telefon setildigan o'rinninki shu ko'chani o'rinni tanlab bo'lgandan keyin uzun besib tursam tanlash degan xat ko'rindi, uni bosaman. O'rin tanlash tugadi. Endi üst tarafdagi yo'llash knappasini bosaman. Birdan saqlagandan keyin resimni yo'llashga sal uzoq vaqt ketadi. Yo'llash muvaffaqiyatli bo'ldi degan uchur ko'rinsa, bizning yo'llagan yangi uchurimiz muvaffaqiyatli yo'llangan bo'ldi. Endi uchurni biz uchur yo'llagan saytiga kirib ko'rib baqsaq bo'ldi. Samsung telefon degan uchur ko'rindi. Diqqat qilsak, o'zimiz yo'llagan uchurlarning o'ng tarafda ikki knopka ko'rindi. Birisi tahrirlash knopkasi, yana birisi o'chirish knopkasi. Tahrirlash knopkasini bossak, o'zimiz yo'llagan uchurlarni ichib tahrirlash yapıra alaymiz. O'chirish knopkasini bosish orqali o'zimiz yo'llagan uchurlarni o'chirib yetalaymiz. O'zimiz yo'llagan uchurlarni ko'rmoqchi bo'lsak, yan tizimlikdagi yo'llaganlarim deganni bossaq, o'zimiz yo'llagan barliq uchurlar ko'rindi. Uchurlarga baho berish ham bahrlash. Appga tizimlatib kirgan ishlatuvchi uchurlarning tafsilot qismida tafsilot yaxshi, nachar degan shu barmoq belgilarini bosish orqali uchurlarga baho bera oladi. Shundaqla ham bahrlash knopkasi orqali bu uchurlarni boshqalarga yo'llab bera oladi. Hozir masalan, ko'chirish degan knopkani bosib, men ko'chadim. Ko'chaga uchurni tor ko'gishda ichib boqaylik. Tor ko'gishni ichib, tor ko'gishda buni choplab bossak, bu torbat shaklda bundaq ko'rindi. Fikr taklif yo'llash. Bozor appga qarata qandaq fikr takliflaringlar bo'lsa, tizimlikdagi fikr yo'llash degan turni tanlab, fikrlaringlarni shu ramkaga to'ldirgandan keyin yo'llash knopkasini bosib, bizga yo'llab bersanglar bo'ldi. Sizlarning bu appni yoqtirib ishlashingizni umid qilamiz. Allohga omonat.